Assalomu alaykum va rahmatulloh. YouTube kanalimizga obunachilar, charchamayapsizlar, musofirdagi aka-ukalar ishlar bilan tinchmisizlar? Mana bugun darvozalarimizni zo'rlaridan yig'ib qo'yganmiz inshaalloh. Kimga qanaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bir boshdan darvozalarimiz obzorlarini boshlaymiz inshaalloh. Darvozalarimiz razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 3 metr joyga tushadi, balandligiga 340 razmeriga tushadi. 1 kvadrat metri 1.250 ming so'm, 1.300 ming so'm atrofida bo'ladi. Keyingi darvozamiz ham high-tech fason. Bu high-tech fasonda, bu high-tech fasonda ancha razницasi bor. Mana bu birinchi high-tech fasonimiz taglarigacha mana bunaqa qilingan. Ko'pchilik o'ylaydiki, buni tagiga kraska sachilmaganmi deb o'ylaydi. Sachilgan. Bu list qo'yishdan oldin taglariga kraska sachib, list ham orqa tomonlarigacha kraska sachib qo'yiladi. Keyingi high-tech fasonimiz xuddi shuni chekkasiga bunaqa bukilgan joylari bo'ladi. Taglarigacha steklavatorlar qo'yiladi. Shum izolyatsiya qilinadi, xudo xolasa. Inshaalloh garantiya. Ko'pchilik so'raydi, mana bunaqa nikellarini qorasidan qo'ymasdan boshqachasidan qo'ysak bo'lmaydimi deydi. Albatta bo'laveradi, unaqalari ham mana. Qorasidan ham qo'ysa bo'laveradi, yaltirog'idan qo'ysa ham bo'laveradi. Tilla ranglari ham bor, oqlari ham bor. Inshaalloh bu darvozamiz ham 1 kvadrat metri 1.300 ming so'mdan. Narigidan ko'ra ichcha qimmatroq bo'ladi, 50 ming so'm, 30 ming so'm qimmat bo'ladi. Keyingi darvozamiz mana bu ham o'ziga yarasha o'ta go'zal holatda chiqqan inshaalloh. Ko'raverasizlar, chekkalarigacha mana vibralari ham qo'yilgan, vibran chekkalari germetiklar qilingan, grammatikslarigacha sachilgan, taglariga steklavatorlar qo'yilgan, shum izolyatsiya qilingan. Zamoklari zubir zamok bo'ladi. O'sha aytganman, gullariga, taglarigacha cho'chimeslar, kraskalar tegadi. Chunki umidlarini ochiq turadi. Ko'p ko'rgan odam, bu tagidan zang chiqib ketmaydimi-kan deb o'ylaydi. Stoykalariga keladigan bo'lsak, 8 ga 8 stoyka bo'ladi. Tepasida 8 ga to'g'ri profil bo'ladi, tagida shiviller bo'ladi. Qurib berish xizmati qo'lni hamma O'zbekiston Respublikasi bo'yicha dastavkamiz ichida. Keyingi darvozamiz bu ham yangicha fasondagi darvozamiz. Yangicha fason darvozalarimiz tayyor. Oralariga mana nikellar qo'yilgan inshaalloh. Bu darvozamiz bir qavatlik deyiladi. Bir qavatli deganda masalan orqasi mana buni bo'rtib chiqib turgan joyi, orqasi ichiga kirgan bo'ladi. Ichiga kirgan bo'ladi. Masalan 2 qavatli qilinadigan bo'lsa, shu orqasi silliq bo'ladi, o'rtasiga steklavator qo'yilgan. Bu bir qavatli fason. Bir qavatda ham mana o'zlaringiz ko'rdingizlar, ovozlarni eshitib shumkali bo'lib turibdi. Xudo xolasa. Darvozamiz xudo xolasa o'ta go'zal holatda chiqqan, niyabishni chiqqan. Mana bu darvozamiz, bundan keyingisi Dubay fasonda avlodlaridan desak ham bo'laveradi. Haligi nikelda yaltiroq joyi bor, o'shandan. Qarang. Kak oynakka o'xshaydi. Chekkalari germetikalar qilingan. Bog'lari ham biz vodiy tili bilan aytganda shunaqa bo'lgan. 2 qavatli darvozamiz. Birinchi qavati ham 2 list bo'ladi, ikkinchi qavati ham 2 list bo'ladi. Stoykalari 8 ga 8 bo'ladi, tagida shivilleri bo'ladi. Zamoga zubir bo'ladi, qurib berish xizmati ichida bo'ladi, dastavkasi ham o'shaning ichida bo'ladi inshaalloh. Mana keyingi darvozamiz high-tech fason. Yangicha high-tech fason inshaalloh. Darvozamiz tepasida pramogi bo'ladi. Pramogi 40 cm bo'ladi. Darvozamiz razmerlari 350 cm, 350 bo'ladi. Eniga 330 bo'ladi. Inshaalloh. Narxlarini 1.300 ming so'mdan endi kelishtirib arzonroqqa berilaveradi. Bunaqa joylariga zamoklar ham qo'yib beriladi. Zamoklari zubir zamok bo'ladi. Kraskalari devo kraska bo'ladi. Kraskadan oldin bemalol kelib aka-ukalar ko'rib olinaveradi. 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi. Navbatdagi darvozamiz ham o'ta go'zal holatda. Haligi birinchi ko'rgan darvozamdan bir xil. Shu ham zo'r. Inshaalloh. Bu ham shu joyga zamoklar qo'yiladi. Bog'lari hamma narsa xudo xolasa uzoq vaqtlar xizmat qiladi inshaalloh. Darvozamiz shtampovkali darvozamiz endi o'zlaringiz bilasizlar, endi hammani ham topib tushishi har xil bo'ladi. Shuning uchun darvozamiz 1 kvadrati 550 ming so'mdan 650 ming so'mgacha kelishtirib arzonroqqa berilaveradi. Darvozamiz Ramazon oyiga aksiya qilingan. Eniga 320 razmeriga tushadi, balandligiga 330 razmeriga tushadi. Общий summasi 3.500 ming so'mga aksiya qilib yubordik aka-ukalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi darvozamiz mana high-tech shtampovka deyiladi. High-tech shtampovka darvozamizdagi 1 kvadrati 650 ming so'mdan. Mana zubir zamak mana shunaqa bo'ladi. Xudo xolasa uyaltirmaydigan bo'ladi. Darvozamiz ham yondori stoykalari 8 ga 8 bo'ladi, tepasida 8 ga 4 profil bo'ladi. Taglarida shiviller bo'ladi inshaalloh. Ko'raverasizlar. Shahriy high-tech fason bilan qorasi qo'yilgan bunga. Bunga mana yaltiroq keldan qo'yilgan. Chetda o'zida mana 3 xilni ko'rib turibdi.
O'shaning uchun hani ko'pchilik bemalol nima qilaveradi inshaalloh. Akalar bemalol akalar, ukalar, opalar, singillar aloqaga chiqaversa inshaalloh xizmatdamiz doim.